bir sutkasi 100 ming dollar turadigan mehmonxonada turgan bo'larmidingiz? Keling hozir top 3 ta eng qimmat mehmonxona haqida gaplashamiz. Keling 3-o'rindan boshlaymiz. Royal Penthouse, Jenevada joylashgan. Kunlik narxi taxminan 80 ming dollar turadi. Bu to'liq 8-qavatni egallagan penthouse. Katta maydon va bir nechta xonadan iborat. Xona ichida, ya'ni penthouse 12 ta xonadan iborat. 12 ta hammom, katta yashash xonasi. Musiqa asboblari, pianino, ovqatxona deysizmi, sport zal deysizmi, kinoxona hamma narsa mavjud. Xavfsizlik jihatdan yuqori ta'minlangan. Manzaraga kelsak, Genf ko'li va Alp tog'lari shundoq ko'rinib turadi. Ikkinchi o'rinda Embassy Suite, ya'ni Las Vegasda joylashgan. Kunlik narxi 100 ming dollar turadi. Siz kamida 2 kunga buyurtma qilishingiz kerak bo'ladi. Maydoni 836 metr kvadratdan tashkil topgan 2 qavatli bino. Dizayni dunyodagi mashhur Demis Hirst tomonidan yaratilgan san'at asarlari bilan boyitilgan. Imtiyozlar 24 ga 7 xizmat, VIP xizmatlar, shaxsiy spa va panorama ko'rinish hamma narsa mavjud. Va birinchi o'ringa kelsak, birinchi o'rinda albatta Royal Mansion, ya'ni Dubaydagi Atlantic Royal. Bir kecha uchun 100 ming dollar turadi. Bu xona 2 qavatli bo'lib, 1115 kvadrat metrdan tashkil topgan. 4 ta yotoqxona, bar, kutubxona, qisqasi oshxona deysizmi, terrasa, ochiq maydon, hovuz, mini shaharga o'xshaydi. Shuningdek, Infinity Pool, ya'ni osmono'par shaharda shundoq basseyn borki, uni shaharni ko'rib turish mumkin. Xonalarda albatta 24 ga 7 xizmat mavjud. Har bir detal yuqori sifatda va me'mor tomonidan qurib bitkazilgan. Xo'sh, mana ko'rib chiqdik. Agar sizga imkoniyat bo'lganda, shu quyidagi 3 ta mehmonxonadan qaysi birida qolgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib keting.